Norinliklar yaxshi biladi. Tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tasarrufidagi 3-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti shu hududdagi eng yaxshi bog'chalardan biri sifatida e'tirof etiladi. Bog'chamizda olib borilayotgan ta'lim-tarbiya jarayonlari yuqori sifat asosiga qurilgan, deydi tashkilot direktori Muyassarxon Xo'jamqulova. Chunki 14 ta guruhga qamrab olingan 420 nafar bola, 16 nafar mutaxassis, 12 nafar ikkinchi, 1 nafar birinchi va yana 1 nafar oliy, jami 30 nafar malakali pedagog tomonidan tarbiyalanadi. Ya'ni tanlab olingan sifatli kadr sifatli ta'lim-tarbiya omili bo'lib xizmat qilmoqda. Yaqinda ushbu bog'chada ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanishning samarali usullari mavzusida o'quv-amaliy seminar tashkil etildi. Tumandagi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining yetakchi tarbiyachilari, shuningdek tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi mutaxassislari Bekzod Yo'ldoshev hamda Muqaddas Nazarovalar ishtirok etgan mazkur seminar ko'pchilikning ko'zi o'ngida yuqorida bildirilgan fikrlarni yana bir karra tasdiqladi. Dastlab tayyorlov, katta va yana ikkita o'rta guruhlarda ochiq mashg'ulotlar bo'lib o'tdi. Xususan, oliy toifali tarbiyachi Gulmira Xo'jamberdiyeva badiiy adabiyotning vatan haqidagi she'rlarga oid mashg'uloti, elementar matematika, ayniqsa jonli tabiatning yovvoyi va uy hayvonlari timsolidagi o'yinli ta'lim go'yo tarbiyalanuvchilar o'rtasida bilimlar jangiga aylanib ketdi. Bu jarayon Odina Madayipova tashkil etgan mashg'ulotlarda ham davom etdi. Tarbiyachi Mohigul Asqarovaning mashg'uloti anchagina teranlik kasb etdi. Bolalar buyuk siymolarimizni yod etishdi. Bu jarayonda Sharq go'zali deb nomlangan ko'ylak va undagi kamalakning 7 jilosiga monand 7 yaproqda aks etgan ajdodlar seriyasi ko'pchilikda katta taassurot qoldirdi. Bu kabi innovatsion mantiq asosida tayyorlangan sehrli quti yoki televizor shaklini olgan madaniy ko'rgazma qurollari tarbiyalanuvchilarni mustaqil fikrlashga, ijod qilishga, harakatchanlikka undadi. Darvoqe, bog'chaning tayyorlov guruhi tarbiyachisi Feruza Rajabova tashkil etgan mashg'ulot tugal mohiyati bilan Mir Alisher Navoiyning hayoti va ijodiga bag'ishlandi. Bolalar Navoiyning g'azal va ruboiylardan shu qadar ko'p yod etganliklarini ifoda etishdi. Boylarim paydo bo'lar, yulduz misol bo'lgach quyosh. Ayniqsa Feruza Rajabovaning rusiy zabonligi va bu boradagi bilim tajribalarini kichkintoylar bilan teng baham ko'rayotganligi mashg'ulot jarayonida yaqqol ko'zga tashlanib turdi. Bolalar Kirill alifbosidagi P tovushi ustida maroq bilan ishlashdi. Aytganday, Feruza opa ushbu jarayonda o'zining kichkintoy shogirdlariga Kokoro Linga platformasi orqali fransuz tilini oson o'rganishning zamonaviy usullarini ko'rsatib berdi. Seminar tahlilida tarbiyachilar Shirinoy Ergasheva, Farog'at Ibragimovalarning hammualliflikda taqdim etgan nazariy taqdimotlari, interfaol metodlar va ulardan foydalanishning samaralarini yanada kengroq yoritib berishga xizmat qildi. Dastur davomida kichkintoylar ijro etgan raqs, kuy-qo'shiqlar qatnashchilar yuragidan alohida joy egalladi.